Shu makiyajni Make Up Forever paletkasi bilan qilamiz. Bu paletka bilan makiyaj qilishni o'zim ham intizorlik bilan kutdim. Eng boshida seri linza. Ozgina anime vibes. Baza sifatida Silimax toner. Ozgina qoshimni bo'shliqlarini to'ldiryapman. Bu yoq tarafda ton, concealer, contouring, bronzer, bu yoq tarafda esa rumyashki, teni. Qanaqa xohlasang shunaqa ishlatadigan paletka bu. Prям barmoq bilan sursa bo'ladi. Bu mягкая tekstura. Wow. Sponjik bilan ko'zimni tagidagi siniy cho'klarni полностью прикрыть qildi. Prям like. Ko'zim ichiga mana shu mittigini tugab qolayotgan qalamimni suraman. Prям сразу effektni ko'zlab bo'ldi. Astagfirullah. Dior paletkadan bizga mana shu rangi kerak. Ko'zimizni yanada выразительный bo'lishi uchun qo'rqmasdan. Bu prям вечерний va kofeyniy makiyaj bo'lgani uchun strelkalarni yaxshigina bilintiraman. O'tgan safar shu makiyajimga juda ham ko'p komplimentlar oldim real hayotda. Bizada kiprik ulatmaganimga roppa-rosa 6 oy bo'libdi, tasavvur qilinglar. O'zimni родной kipriklarim bilan maza qilib yuraman. Endi ton qilamiz. Yangi kisichka oldim, aynan mana shu ton uchun. Я прям в шоке. Chunki men buni ayblarini topmoqchi edim, to'g'risini aytsam. Lekin meni hayron qoldirdi. Я в шоке. Contouring qilamiz. Shunaqa osongina tushovka qilinyapti. Просто vau. Именно mana bunaqa kisichka oldim. Но при этом yuzimni og'ir qilib qo'ymadi. Prям mana shu rangini ishlatib ko'rgim keldi. Buni oson tushovka bo'lishini-chi. Nimaga men bu paletkani aybini topolmayapman? Так nechestно. Men ateng qilyapman yoki aldayapman deb o'ylaysizlar. No, на самом деле zo'r narsani zo'r deyish kerak. Hayotim davomida qilgan eng chiroyli tonim. Ozgina yuzimizni pripudrits qilamiz. Mana shu keluvi highlighter. Mana shunisini ishlatmoqchiman. Makiyajda katta aksentni ko'zimizga berganimiz uchun labimiz более-менее kamroq aksent olishi kerak va blesk для gub fiksator bilan qotirib olamiz. Xo'sh, makiyajga 1 dan 10 gacha baho bering. Hozirgi kunda Make Up Forever paletkasi ko'p joylarda kopiyasi sotilyapti. Ehtiyot bo'linglar, imенно originali sizlarga kerakli rezultatni ko'rsatadi. 100% original va hamyonbop narxda Toshkent parfyum magazinlarida bor. Magazindagi konsultant qizlar esa shu paletkaga mos kistichkalar ham tanlab berishadi. Bu paletkani olaymi yoki yo'qmi deb yurgan bo'lsangiz 100% olishga arziydi. Sifatiga esa o'zim garantiya beraman, chunki Toshkent parfyumga to'g'ridan-to'g'ri Amerikadan keladi. Samarqand va Navoiy viloyatida ham o'zlarining filiallarini ochishgan. Toshkent shahrining o'zida esa bir nechta filiallari bor. Hidi просто идеальный bahorga ayni muddao. Hattoki Sol de Janeironing mana shu nabori ham skidkalarga tushgan. Imkoniyatdan foydalanib xarid qilinadigan joyi lekin. Bu safargi makiyajimdan judalarda mamnunman. Забиваю гол, у меня блики на кольце. Я играю all time, ты не видишь.